Assalomu alaykum azizlar, videoni tarqatinglar va oxirigacha ko'ringlar. Do'stlar, bilasizlar, 3 ta shartni qachon bajarsak, keyin Hindistonga Bilol bilan yo'l olamiz degandim. Do'stlar, 2 ta shartni bajardik va bitta shart qoldi. Do'stlar, bilasizlar, o'sha bitta shart, sizlar ham like bosgansizlar, o'sha shartga bunday deb yozilgan. Xullas, 3,5 million bo'lmagunicha efirda o'chirmasdan bir joyda efir qiling debdi. Do'stlar, kelinglar, men 3,5 million bo'lib qolishimga ozgina qoldi. Bu videoni tarqatib, obuna bo'lmaganlar bir kunga bo'lsa ham obuna bo'lib tursalar, 3,5 million bo'lishim bilan men sizlarga va'da beramanki, 3 million 600 bo'lmagunimcha cho'lgami yoki o'rmongami borib efirda o'chirmasdan sizlarga jonli efir qilaman. 3 million 600 bo'lmagunimcha do'stlar. Va'da berdimmi, har doim bajarganman, bu safar ham bajaraman do'stlar. Oxirgi shart agar bu bajarilsa, agar o'chirmasdan efir qila olsam, 3 million 600 bo'lguncha men keyin Hindistonga yo'l olamiz. Bilol bilan birgalikda. Do'stlar, hozir men Abu Dabidaman. Davay videoni tarqatinglar. 3,5 million bo'lib qolishimga, 3 million 500 bo'lib qolishimga ozgina qoldi. Qachon 600 bo'lsa, keyin biz shartni tugatib Hindistonga yo'l olamiz. Videoni tarqatib yuboringlar do'stlar. Keyin yozib ketinglar. O'rmonda bo'lsinmi, cho'lda bo'lsinmi. Men hammasiga ko'nikkanman, chidayman inshaalloh. Kuzatinglar do'stlar, sizlarni Hindistonga tayyorgarlik ko'rish kerak. Bilasizlar, Hindistonda yurish qiyin. Shu sababli cho'ldami yoki o'rmonda